Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, sog' salomatmisizlar? Mana bizlar ham Allohga shukr, o'sha gigant obyektimizga start berib yubordik. Mana shunday gigant obyektimizning tashqi fasallarga Nikolayskiy qishlar, sokinlarga esa ukrainskiy labradorit granitlardan terib bergandik. Hozir bu obyektimizda neobechniy stillarda mana shu qishlarni terib beryapmiz. Ustoz, assalomu alaykum. Ko'pchilik taniydi, ustozimiz Elmurod akam mana shu qishlarni terib beryaptilar. Mana shu Nikolayskiy qishlarni, shoflarni, ya'ni rashivka joylarini mana shunday belli, ya'ni oq ranglarda qilib berib teryapmiz. Qarochi, xudo xohlasa va bizlarda mana shunday dizaynerskiy proyektlarimiz, mana shu kataloglarda qanday berilgan bo'lsa, mana shunday birga bir qilib chiqarib beramiz. Mana ko'cha qismlari ko'rishingiz mumkin. Mana shu ko'chamizda mana shunday Nikolayskiy qishlar qanday dizaynda, neobechniy, skromniy ko'rinishlarda berilgan bo'lsa, bizlar ham qo'l mehnati bilan xuddi mana shu yerga shu rasmdan shuni olib, shuni yopishtirib beramiz. Va ichkari qismlariga esa sokinlariga granitlar va yuqori fasad qismlariga esa katalogda ko'rsatilgandek naturalniy travertin toshlardan qilib beramiz. Agarda siz ham mana shunday hashamatli binolarni qurgan bo'lsangiz va qurgan binolaringizga hashamatli ko'rinishda remont qismlariga bizning xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizni yangi mijozlarimiz uchun va yangi obunachilarimiz uchun bonuslarimiz ham endilikda bor. Bonuslarimiz esa mana shunday qurgan binolaringizga qilinadigan remontlarni, katalog, dizayn proyektlarini tekinga qilib beramiz. Ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqaveringlar, batafsil ma'lumotlar yana telefon orqali berilib o'tiladi. Nima ham derdik, hammaga shunaqa hashamatli binolar qurib yashash nasib qilsin va sizlar qurgan binolaringizda bizga o'xshagan ustalar ham xizmat qilishi nasib ro'zi o'ylasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.